bironta bir gunoh qilmaslikni. Xohlaymiz Allohning chegaralari, hadlarini buzmaslikni. Lekin doimo bunga qodir bo'la olmaymiz-da. Kitob o'qishini fazilat haqida ma'ruza eshitdingiz. Kitob insonning aqlini o'stirar ekan. Qayroq tosh pichoqni qayrab o'tkir qilganidek, kitob insonning aqlini o'tkir qilar ekan deb eshitdingiz va qasd qildingiz. Bo'ldi. Ertadan boshlab albatta kitob o'qiyman. Yotishdan avval, uyqudan avval yarim soat albatta kitob o'qiyman deb niyat qilasiz. Niyatli qilmaysiz, kitob ham olasiz. Boshlaysiz ham. Bir kun o'qiysiz, 2 kun o'qiysiz, keyin nima bo'ladi? Tanish manzarami? Bo'ldi. Kechki paytda yeyilgan ovqat odamga zarar ekan. Domlalar ham aytayapti buni, doktorlar ham aytayapti. Bo'ldi. 6 dan keyin kechki paytga, 7 dan keyin ovqat yemayman.